Hammaga assalomu alaykum. Kecha qo'ygan videomni ko'pchilik noto'g'ri tushunibdi. Bunga qarangizlar, men hech kimga ish taklif qilganim yo'q. Kim xohlasa deganman, lekin bu yerga men o'zim ishga chaqiraman yoki siz menga pul bersangiz men ishga joylashtirib qo'yganman deganim yo'q. Bu ishga kim xohlasa ishlasa bo'ladi. Bu yerda plyusi ham bor, minusi ham bor. Minuslardan biri oyligingiz zadержка bo'ladi. Keyin bezdakimda ishlaysiz boshida. Keyinchalik dakimitga ishlashingiz mumkin. Ishlayotganlar ham bor, bezdakimda ishlayotganlar ham bor. Plyuslardan eng katta yana bittasi любой davlatda VNJsi yoki vizasi bilan ishlasangiz bo'ladi shu. Lekin bu yerga men sizni ishga keling, men sizga taklif qilaman, men ishga joylashtirib qo'yaman demayman. Kim xohlasa mana adres o'zi keladi, o'zi gaplashadi. Men hech kimga aralashmayman ham. Oyligiga ham boshqa narsaga ham bir narsa deya olmayman. Shuning uchun kim xohlasa ishlaydi, kimdir xohlamasa ishlamaydi. Bu yerga 4 yildan beri ishlayotganlar bor, 1 yildan beri ishlayotganlar bor, 3 yildan beri ishlayotganlar bor, 4 oyda, 5 oy, 6 oydan beri ishlayotganlar bor, kelib ishlolmay qaytib ketganlar bor, kelisholmay qaytib ketganlar bor. Shuning uchun noto'g'ri tushunmasdan to'g'ri mulohaza qilsangiz hammaga yaxshi bo'ladi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.